Bobur. Ha, yana nimani boshlading sen? Pul yig'ib qo'yganman. Marojxona ochmoqchiman. Sezon kelyapti-ku, boyib ketaman. Sen jinnimisan, Bobur? Biznesmi shu marojniy ham? Normal biznes qilib puling bor ekan-ku. Bo'lmaydimi bu? Bo'lmaydi bu. Normal ish boshla. Menga mana marojniy arzon bo'lib ketdikalarim, kelinglar. Ha, makaron-kallar. Bu meni ideyam-ku. Ya qanaqa san idea? Men 4 yil oldin plan qilganman-buni, Bobur. Sen menga bu bo'lmaydi deganding-ku. Mana bo'lyapti-ku. Hali shunaqami? Men pulimga Cobalt olaman, taksichilik qilaman. Ana zo'r biznes. Sen jinnimisan, Bobur? Cobalt moshinmi? Bo'lmaydi, Cobalt. Bo'lmaydimi? Bo'lmaydi. Aka, assalomu alaykum, Shottar Rustamillo aka. Jimbosh! Ideyam o'g'risi! Bobur, nima qilyapsan bu yerda? Do'kon olmoqchiman Ibn savdo markazidan. Qanaqa do'kon? Xullas, men manshatdan do'kon sotib olmoqchiman. Bu yerda ham oziq-ovqat, ham kiyim-kechak, ham qurilish mollari sotsang bo'ladi. Bundan tashqari 37% skidkada do'kon xarid qilsang bo'ladi. Muddatli to'lovga ham berishadi. Bo'lmaydi, Bobur. Berkeda, sen jumburbosh. Bo'lmaydi deysan, ertaga kelib o'zing 4 ta do'kon sotib olasan. Bo'lmaydi. Berkeda. Zo'r ideya bor. Qanaqa? Ertaga o'zim tomdan tashlamoqchiman. Nimaga? Tomdan tashlagan hamma milliarder bo'lib ketyapti. Bo'lmaydi. Bo'lmaydi, Bobur. Bo'lmaydi. Ey Xudo! Nima bo'lsa ham boyib ketay! O'l! Shunaqa bo'ladi birovning sovuniga kir yuvish. Ideya ko'chirar.